Assalomu alaykum. Kia Pride avtomobilimiz 5 kishilik 1.6 GDI motor Prestige pozitsiyasi. 2015-yil 114 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin. 7.700.000 fon. Dollarga $5.400 to'g'ri keladi. Mashinamiz kraskasi toza, kraska tegmagan. Bitta balonni almashtirib olsanglar bo'ldi. Balon charchagan ekan. Balon oldisi yeyilgan, orqasi yaxshi ekan. Orqa baloni yaxshi. Oldisi charchagan ekan. Lekin mashina vashi ideal holatda tiniq turibdi. Atrofida cho'qqilangan joylari yo'q. Kraska tegmagan, motordan yoqqan joylari ham yo'q, toza holatda. Salon holatlarini ko'rsak, eshik beskurchoy dastur bor ekan. Sidinamiz ruchnoy surilgan. Rullari siydi. Ekodinamik rejimlari mavjud. Sidinalar isitadi. Monitor bor. Black box'i, high testlari bor. Start stop mashina. Ruldagi knopkalar joyida, lyuki ham bor ekan mashinamizda. Sidinasi urinib ketmagan, pokiza holatda. Orqa sidinasi sal torroq ekan, o'zi Pride'lar kichkinagina mashina. Kimga kerak bo'lsa, Pride avtomobilingiz shunaqa ko'rinishdagi mashina.